Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Boy atmen bo'ldi Liga tomonidan. Do'stlar, Ispanchikda jangi atmen bo'lib ketdi. Muhammad Ali Nurisov va Ispanchik o'rtasidagi bo'lib o'tadigan boks endilikda bo'lmaydi deganlar uchun juda ko'pchilik pashar qilyapti hozir. Shu mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Saturn va Nasimxonov bevosita Ispanchikning oldiga keldi va vaziyatga oydinlik kiritishdi. Ya'ni 6-chisloda bironta jang bo'lmaydi. 6-chisloda umuman hech kim ushlaydi. Ma'lum bo'lishicha, Ispanchik har qanday holatda va har qanday kunda jang qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Jangni tashkillab beradigan liga faqatgina kunni surgan xolos, dedi Ispanchik. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyga yozib qolishni aslo unutmang. Mana zalga kelib, trenirovka zalga. Xo'p, Assalomu alaykum hammaga. Podgotовkaga kelyapti. Bizani bo'yimiz atmen bo'lgani yo'q. Turnir shu ko'chirildi. Turnir iyul oyi 25-iyulga ba'zilar qanaqadir sabablarga ko'ra turnirni ko'chirishdi. O'tga urishadigan hammani bo'yi 25-ga ko'chdi. U bizani bo'yimiz atmen bo'lib ketib yoki nimadir bo'lgani yo'q. Bo'y bo'ladi 25-iyulda. Xudo mana podgotовkalar qilyapmiz. Tayyorgarliklarni to'xtatmasdan biz 100% tayyormiz. Hozir ertaga chiqib urishga tayyormiz. Ya'ni 6-chisloda bironta jang bo'lmaydi. 6-chisloda umuman hech kim ushlaydi. 25-iyulga ko'chirilgan. Gap yo'q lekin Saturn. Assalomu alaykum O'zbekiston, O'rta Osiyo. Xudo xolasa 13-iyun, 27-iyun Almata, 13-iyun O'zbekiston Oktagon Liga turnir qiladi. Ispanchik do'stimdan boshlandi. Boy atmen bo'ldi Liga tomonidan. O'zi xudo xolasa podgotовkalari yaxshi edi, ko'chirildi. Xudo xolasa boksdan bu, MMAdanman. Nurus 24 ga yetdi. Aloqada bo'lsa inshaalloh. Oktagon Liga bilan shunchaki borasan, gaplashasan, MMAdan bemalol chiqaman xudo xolasa. O'zbekda sportchisi kamaymaydi, O'zbekda sportchisini tugata olmaysizlar xudo xolasa inshaalloh. Yelkamizda 40 million aholini bayrog'i turibdi. Ular duo qilsa chiqaveramiz inshaalloh. Qo'yanni sababini qilamiz, qo'yani Allohdan. Bu videoni kimga yuborib qo'yishni o'zlaring yaxshigina bilasizlar.